Assalomu alaykum dasturchilar. Bugun C++ ning asosiy tushunchalaridan biri bo'lgan kommentlar haqida ko'rib chiqamiz. Komment bu nima? Komment bu dastur ichida yoziladigan izoh. Buni qachon ishlatishimiz mumkin bo'ladi? Qachonki biz masalan kattaroq dastur tuzsak, masalan men xatolik dastur tuzaylik deylik. Bunda juda ko'p funksiyalar bo'lishi mumkin. Juda ko'p sikllar yoki o'zgaruvchilar ishlatilgan bo'lishi mumkin. Va biz buni tushunishimiz oson bo'lishi uchun izohlardan foydalanamiz. Izohlar ayniqsa jamoaviy ishlashda juda ko'p kerak bo'ladi. Masalan, bitta dasturchi yozgan kodlarni boshqa dasturchi oson tushunishi uchun izohlar yoziladi. Ana endi C++da izohlarning turlarini ko'rib chiqamiz. C++da ikki xil izoh turi mavjud. Birinchisi bir qatorli va ikkinchisi ko'p qatorli. Agarda ikkita slash qilsak, bu bir qatorli izoh bo'ladi. Ana endi ko'p qatorli esa bitta slash va yulduzcha bo'ladi. Bu esa ko'p qatorli izoh deyiladi. Va bu xohlagancha bo'lishi mumkin bu ko'p qatorlida. Ana endi kelinglar shu kodimizni izohlab qo'yaylik. Masalan, birinchi qator kodimiz bu kiritish va chiqarish kutubxonasi. Keyingisi masalan mana bu dastur asosiy funksiyasi. Xuddi shunday kodimizni izohlab borishimiz mumkin. Masalan, cout bu ekranga xabar chiqarish uchun, ma'lumot chiqarish uchun ishlatiladi. Masalan, salom yozuv chiqaraylik va buni izohlab qo'yamiz. Bunga yozib qo'yishimiz mumkin. Masalan, tepada bu ekranga salom so'zini chiqaradi. Va xuddi shunday bir nechta funksiyalar yoki o'zgaruvchilar ishlatsak, ularni xuddi shunday izohlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz izohlarida, keyingi darslarimizda esa chiqarish operatorlarini ko'rib chiqamiz. Bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.